Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan homiladorlik testini qanday qilishni o'rganamiz. Uning uchun iloji bo'lsa ertalab o'sha peshobning o'rta qismidan oz miqdorda olinadi va testimizni ochib olamiz. Ochib oldik. Mana test shu ko'rinishda bo'ladi. O'zi mana bu yerda yozuv bor. Maksimum degan qismda belgi berilgan. O'sha qismgacha botirib turamiz. Qizarish bo'lyapti. Biroz kutib turamiz. Mana shu qizarish ko'k joyigacha yetib kelgandan so'ng olib, keyin kuzatamiz chiziqda. Ana endi olamiz va kutamiz. Testimizni 1 daqiqa davomida kuzatdik. Faqatgina bitta chiziq chiqdi. Bu salbiy ma'noni anglatadi, ya'ni homila yo'q. Agar xuddi shu chiziqqa o'xshagan yonidan yana bir chiziq chiqsa, unda ijobiy, testimiz ijobiy chiqqan bo'ladi va homiladorlik aniqlangan hisoblanadi.